Xonimlar va janoblar, kollejimiz go'zali bazmiga yana bir bor xush kelibsiz. Nihoyat malikamizni aniqlash vaqti yaqinlashmoqda. Hamma qizlarimiz go'zal va nazokatli, ammo biz ikkita nomzodni sahnaga taklif qilishga majburmiz. Valeriya va Elira. Valeriya, senga ishonamiz. Albatta yutasan. Omad tilayman. Go'zal qizlarimizning ota-onalari tashrif buyurishibdi. Qani sahnaga marhamat. Kelganingiz uchun rahmat, dadajon. Juda ham xursand bo'ldim. Nahotki sensan, qizim. Juda ham ochilib ketibsan. Bugungi kollejimiz go'zalik nominatsiyasining g'olibi Elira. Nega keldingiz? Hammasi barbod bo'ldi, sharmada qildingiz. O'z onasidan or qilib bizni aldab yurgan ekanda, vijdonsiz. Qanday qilib bunday razillikka borish mumkin? Bundan chiqdi. Elira Marko Beritinning haqiqiy qizi. Bu tushummi yoki o'ngimmi? Qanday bo'ldi? Menga boylik emas, insonning ichki dunyosi-yu qalb go'zalligi muhim. Hech qachon pulga sotilmaydigan do'stlarim bo'lishini xohladim, xolos. Boy bo'lmaganimda, egnimdagi libos oddiy bo'lganida, bu tojni sohibasi bo'lmasligim aniq edi. Hammasini bilaman. Do'konda sumkamga taqinchoqni ham sen solib qo'yganding. Menda kameradan yozib olingan tasvirlar bor. Sendan xafa emasman. Faqat unutma, agar meni Selena xonimdek onam bo'lganida, butun boyligimizdan kechgan bo'lardik. Elira, nimaga mendan o'zingizni olib qochyapsiz? Axir yaqin do'st edik-ku. Kyle, o'yining tugadi. Sen men haqimda boshidan bilgansan. Dadang men dadamni qo'lida ishlar edi. U men haqimda hammasini bilgandan so'ng senga meni ilintirishni buyuradi. Bu orqali otamning bor boyligiga ega chiqmoqchi bo'lgansiz. Bizni kechir. Seni juda ko'p kamsitdik. Hech qisi yo'q. Xafa emasman. Faqat Valeriyani yolg'iz qoldirmak iltimos. Meni kechiring, obro' olish uchun Elirani obraziga kirgan edim. Endi tushunib yetdim. Qadrli narsalarni pulga sotib olish imkonsiz ekan. Bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan buvingni taqinchog'i tortib olganim uchun kechir. Oyijon, ko'p marotaba ko'nglingizni og'ritdim. Meni kechiring. Ey lapashang latta, bitta ishni ham eplay olmading. Bitta qizni ilintirish qiyinmidi? Shuncha tuzgan rejalarimni barbod qilding. Janob, iltimos, bizni kechiring. Qizim yoshlik qildi. Hech qisi yo'q, Selena xonim. Biz sizlardan xafa emasmiz. Sizni qanday ayolligingizni bilaman. Sizning qizingiz